bu hisob raqamini ochishni o'rgatmadingiz-ku. Qanaqa qilib ochiladi bu degan savollarda. Shvetsariyada nerezident shotini, nerezident hisobini ochish haqida video qilganimizda, bu hisob raqamlarini ochish sizni uyingizdan turib, mana bunaqa kompyuterda o'tirib mishka bilan ochadigan hisob raqamlar emas bu. Bankda maxsus bir o'zi due diligence degan narsa bor, ya'ni klientni Xitoy bilan ishlayotgan tadbirkor va firmalar orasida NRA bank hisobi degan tushuncha mavjud. Bu qanday hisob raqam? Nima maqsadda foydalaniladi? Do'stlar, Xitoy bilan, nafaqat Xitoy o'zi, boshqa davlatlar bilan ishlayotganingizda ba'zi holatda shunaqa NRA bank hisob raqamlari degan tushunchalar bilan duch kelishingiz mumkin. Bu tabiiy narsa. Ko'pchilik bilmasligiga sabablardan bittasi balkim bu narsa ja ommabop hisob raqami emas. Sababi NRA hisob raqami non-resident account deganni bildiradi o'zi. NRA inglizchasiga non-resident account, ya'ni rezident bo'lmagan korxonalar uchun ochiladigan bank hisob raqami. Buni yaxshiroq tushunishingiz uchun kelinglar illyustratsiya qilamiz. Deylik, sizni O'zbekistonda korxonangiz bor va siz olaylik mana Xitoy misolida, Xitoyda bank hisob raqami ochmoqchisiz O'zbekiston korxonasining nomiga. Mana bunaqa holatda siz ba'zi bir banklarga murojaat qilishingiz mumkin va ba'zi bir banklarda o'sha nerezident, ya'ni rezident bo'lmagan, Xitoyda rezident bo'lmagan korxonalarga hisob raqam ochib berish servisi xizmati mavjud. Mana shu hisob raqam, demak, sizni O'zbekiston firmangizning nomida bo'ladi. Bu hisob raqamda odatda Xitoy yuani, dollar yoki boshqa muhim o'sha valyutalar qabul qilinadi va o'sha valyutalarda to'lov qilinadi. Bu nima uchun kerak? Bu asosan tranzaksiyalaringizni o'sha Xitoyning ichida qilishingiz uchun. Masalan, deylik, siz O'zbekiston korxonangizga, demak, klientingizdan pul qabul qilasiz. Bu pul sizni o'sha nerezident hisobingizga kelib tushadi Xitoyning ichida, traditsion bankda. Ya'ni binosi bor, o'sha doimiy ishlatiladigan katta banklarning birida bo'ladi bu. Pul bu yoqqa kelib tushadi va bu pulni siz xohlagan o'sha katta valyutalarda Xitoydagi o'zingizni zavodingizga o'sha yoki mahsulot yetkazib beradigan zavodga o'tkazib berishingiz mumkin bo'ladi. Bu nima ustunligi bor? Bu yerda siz demak Xitoyda hech qanaqangi soliq to'lamaysiz. Va bu hisob raqam Xitoy soliq idoralariga demak hech qanaqangi отчет topshirish shart emas. Ko'rib turibsizlarmi? Sizni O'zbekistondagi firmangiz Xitoyning ichida traditsion bankda hisob ochyapti va bu hisobdan siz pul qabul qilyapsiz klientlaringizda. Hech qanaqangi kontrol, demak Xitoy idoralari tomonidan, soliq, ayniqsa soliq idoralari tomonidan hech qanaqa kontrol yo'q. Va bu yerda siz Xitoyning ichidan turib haligi Xitoy banklari anaqasiga, zavodlariga pul to'lab beryapsiz. Bu yaxshigina ustunlik beradi, sababi siz demak pullarni aylanishida hech qanaqangi bir baryerlarga, hech qanaqangi bir to'siqlarga duch kelmaysiz. Endi yuqorida aytganimizdek, bu hisob raqam asosan o'sha mamlakatni va undan tashqari bu xizmatni taklif qilayotgan banklarni qonun qoidalaridan kelib chiqadi. Siz to'g'ridan to'g'ri borib turib, masalan, deylik O'zbekistonda bu nerezident hisob ocha olmaysiz, chunki men bilishimcha bizani endi amaliyotimiz o'zi, bizani xizmatlarimiz O'zbekiston tashqarisida, lekin qiziqib o'rganib ko'rganimizda O'zbekistonda deylik Xitoy firmasi yoki Gonkong firmasi borib turib, to'g'ridan to'g'ri O'zbekiston banklarida nerezident yoki rezident bo'lmagan hisob raqam ocha olmaydi. Buning uchun O'zbekistonda filial ochish kerak yoki o'sha o'ziga tegishli bo'lgan yangi korxona ochish kerak va mana shu korxonaning nomidan borib turib, demak O'zbekistonda hisob raqam ochish mumkin. Xitoyda unaqa emas. Xitoyda nerezident korxona hech qanaqangi Xitoyda filialiga ega emas korxona ham kelib turib Xitoyning ba'zi bir banklarida nerezident hisobi ochishi mumkin. Gonkongda bu narsa mavjud yoki deylik Amerikada mavjud, Yevropaning bir nechta mamlakatlarida, Singapurda mavjud, hattoki Yaponiyada, Avstraliya tomonlarida ham mavjud. Bularda hammasida biza
mijozlarga NRA shotlarini, hisoblarini ochib berganmiz va ochib beramiz kundalik ravishda. Shu orada bitta narsani aytmoqchiman. Ba'zi bir holatda bizga shunaqa bir izohlar ham yozib qolishadi. Bu hisob raqamini ochishni o'rgatmadingiz-ku. Qanaqa qilib ochiladi bu degan savollarda. Asosan mana o'tgan gal Shvetsariyada nerezident shotini, nerezident hisobini ochish haqida video qilganmizda, shu yerda shunaqa izohlar qoldirilgandi. Videoda gapirdingiz-ku, lekin qanaqa qilib ochiladi buni o'rgatmadingiz. Do'stlar, bitta narsani yaxshi tushunish kerak. Bu hisob raqamlarini ochish sizni uyingizdan turib, mana bunaqa kompyuterda o'tirib mishka bilan ochadigan hisob raqamlar emas bu. Bu yerda biz masalan birinchi qadam, ikkinchi qadam mana bunaqa bo'ladi deb o'rgatadigan kanal ham emas bu. Biz vloger emasmiz. Bu hisob raqamlar bank bilan to'g'ridan-to'g'ri muloqot bilan bo'ladi. Bu asosan masalan bizning yillik tajribamiz, necha yillik tajribamiz va bizning maxsus o'sha ba'zi bir banklar bilan o'rnatgan demak professional aloqalarimiz asosida qilinadigan servislar. Ya'ni bizga murojaat qilgan klientlarni biz bankka taqdim qilamiz. Bankda maxsus bir o'zi due diligence degan narsa bor. Ya'ni klientni tekshirish jarayonlari. O'sha tekshirish jarayonlarini asosiy qismini biz o'zimiz qilamiz. Ya'ni bu mijozlarni bank tekshirib yoki vaqt sarflab o'tirmaydi. Shuning uchun bizga maxsus aloqa bor ba'zi bir banklar bilan. U banklar bilan biz gaplashib, klientni biz mana hujjatlarini taqdim qilsak, hujjatlarni tekshirdik, klientni tekshirdik. Bu klientni topayotgan pullari toza, manbasi toza, hech qanaqangi muammolarga aralashmagan deb klientni nomidan biz taqdim qilsak, ana unda ochiladi. Shvetsariyada ham shunaqa, Xitoyda ham, Gonkongda ham, Amerika, Avstraliya, Yaponiya, boshqa mamlakatlar hammasida shunaqa do'stlar. Bu yerda sizga masalan o'tirib ekranda buni oching, bu knopkani bosing deydigan holatni o'zi mavjud emas. O'shaning uchun imkon yo'q uni o'rgatishni. O'ylaymanki bu tushunarli bo'ldi. Shu narsa sizga qiziq bo'lsa, shunaqa hisob raqam kerak bo'lsa, murojaat qilinglar, yordam beramiz. E'tiboringiz uchun rahmat. Xayr, sog' bo'ling.